Daha tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Alloh akbar. Ko'rgan kechirganing shu bo'lsin. Tezroq oyoqqa turib ketgin. Bu ham bir palakatda oyi. Shu ikkinchi qavatda ishlayotgan bo'lganmiz. Shu bilmayman boshim aylandi, nima bo'lgani esimda yo'q. Bir mahal yerda yotibman, oyoqlarim ishlamay qolgan. Seni Alloh qaytarib berdi bizga bola. Hali bu dunyoda qiladigan ishlaring ko'p ekan. Bizga ko'p kerak bo'lasan hali o'g'lim. Joning sog' qolibdi bola. Shunga xursand bo'laylik. Shu. Tuzalib ketasan hali. Dadasi, vrachlar aytdi-ku, oyoqlaringiz asta-sekin harakatga keladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Siz davolaymiz dadasi. Aka, bu palakadan kelib sizni talabdi-da. Ha endi nima deysan? Mayli, tuzalib ketsangiz bo'ldi bizga aka. Endi nasib qilgani bo'lar ekanda. Dada, oyi. Endi ne yaxshi niyatlar bilan boruvdik shu tomonlarga. Ishlab, o'zimiz imdo yana ham eplab, uylarni kattartiramiz dedik. Endi odamning aytgani bo'lmas ekanda. To'g'ri, nimagadir biz aytganimiz bo'lmaydi-ya. Qancha ketgan odamlar qo'sha mashina, qo'sha uchastkalar qurishdi, qo'sha domlar olib qo'yibdi. Ha, seni topganing faqat seningni uzatishga zo'rg'a yetdi. Uch-uchga uladik. Siz ham eringiz orqasidan likillab kelmasdan, usta joyi so'tmasdan qolishingiz kerak edi. Shunda yo'lga chiqarib qolavermaysizmi? Nima bor bu yoqda? Oyijon, ahvollarini ko'rib turibsiz-ku. Ularga parvarish qilishim kerak. O'zim parvarish qilardim. Sizdan yaxshi parvarish qilardim, bildingizmi? Qo'ysa-chi onasi. Kelin nima qilasan urishib? Ha, er qayerda bo'lsa, xotin ham shu yerda bo'ladi. Darrov ozib yunmay. Kelinni oldida. Ha? Men bu uyda o'zi obro'yim yo'q meni. Hey, shu Isonomon kelibdi, shunga shukr qilaylik, xotin. Shukr qiling. Tavba qilmang. Oyi. Ha? Endi o'zi keliningiz o'sha yerda ishlab men qolay dedi. Lekin men aytdim, meni ahvolim bu bo'lsa, borib menga qaraysan, men yana oyimga borib dardisar bo'lamanmi dedim. Meta siz ham barib o'yladik-da. Ajab qilsan meni o'ylab. Ha, meni o'ylamay har narsa bo'lgur. Meni o'ylaysanmi kelib? Xotin. Ey. Voy. Kelganing rost bo'lsin, bolam. Juda yaxshi qilding kelib. Bolalaring ham sog'inib turganda. Yetar endi bolam. Shuncha yurganlaring. Ha, oyijon, bolalarim juda ham sog'indim. Ko'z o'ngimda katta bo'lishsa deyman-da. Albatta bolam. Qizing ham mana qara, balog'atga yetyapti. Bunga ona kerak. Mena Munira bo'lsa ham baribir bunga ona bo'la olmaymiz, bolam. O'zimga qolsa, bolalarim hech qachon tashlab ketmasdim. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, xo'jayinim ham nogiron bo'lib qoldilar. Endi nima qilamiz, hayronman oyijon. Mayli, siqilma. Kuyovim baquvvat. Hali yaxshi bo'lib, oyoqqa turib ketadi. O'zi nima bor edi o'sha yerda qurilishda ishlab, shu yerda ham ish qurib ketganmi? U yerda ish yaxshiroq deb 3-4 o'g'aynlari bilan borgan edilar. Ukamni uylantirishga, o'zimizga hovli joy qilamiz deb. Qaynukang o'zi katta yigit bo'lsa, kuch-quvvatga to'la bo'lsa, o'zi ishlasin uylanishga, o'zi pul topsin. Nima?
Sizlar musofir yurtlarda ishlab, qaynukangni uylantirishlaring kerak ekanmi? Ana to'g'ri oyijon. Lekin qaynonam buni tushunmaydilar. Mana endi siz bekorga kelibsiz. O'sha yerda qolib ishlashingiz kerak edi deydilar. Tavba. Qanaqasiga? Ayol boshing bilan musofir yurtlarda yolg'iz o'zing, a? Voy oyi, yana ketasizmi? O'zi 3 yil deganda endi keldingiz-ku. O'zim ham hayronman bolam. Bu uyni juda ham jahllari chiqdi. 2 kishi ishlashga borib, umuman pul topmay keldinglar deb. Oyi, men buvimga aytaman, siz hech qayerga ketmaysiz. Hammamiz birga yashaymiz. Voy bolajonlarim, mehribonlarim. Ilohim baxtlaringni ko'ray. Shoira. Hech insof bermadi-da shu qudamga. Nima deysan? O'zim bir gaplashaymi, a? Yo'q, kerak emas oyijon. Axir majburlab yubormaslar. Xo'jayinimga ham qarashim kerak. Ha. Lekin bu qaynonangdan hamma narsani kutish mumkin bo'lam. Asallarim, sog'inishganini qara. Qani, yuringlar. Choy ichamiz. Hamma narsam tayyor. Yur. Xursandmisan men kelganiga? Aka, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, Sulton, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Ishlar yaxshi. Yuribmizda qishloqda birimiz ikki bo'lmay. Endi maza qilib uyda telefon tutib o'tirar ekansiz-da, aka. Ay yo'q. Yo'dagi tanishlarimiz, birga ishlagan yigitlar. Hol-ahvol so'rab, yaxshimisiz, salomatligingiz yaxshimi deb yozishgan ekan. Shunga javob yozayotgandim. Shunaqa deng. Bekor oyog'ingiz bunaqa bo'libdi-da, aka. Bir yaxshi ishlab turuvdingiz. Bu yoq endi nima bo'ladi? Shu narsa ham peshonada bor ekanda. Men ham ataylab shunaqa bo'lsin deb o'ylabmanmi? Akam rosa soqqani qilyapti deb kerilib yurdim. Bir dang'illama to'ylar qilamiz deb. Bu hovlini qasr qilamiz deb rosa ishonib yurgan ekanman. Endi uka, musofirda bir so'm topish oson emas. Hamma o'ylaydi, yo'da maza qilib yuradi, osonlik bilan ko'p pul topadi deb hech ham unaqa emas. Buni borib ishlab ko'rganlar biladi, uka. Yo'dan gapirish oson. Endi Sulton, senga oldin ham bu gapni gapirganman. Sen dang'illama to'y qilish haqida o'ylamasang bo'lardi. Undan ko'ra borib kelin bilan qizingni olib kelsang, har tomonlama shu yaxshi edi. Ya aka, yana shu gapmi? O'zi biluvdi, menga deb pul yuborgingiz kelmasligini. Gap unda emas. Men noto'g'ri tushunding. Birinchidan, ikkinchidan, o'zim men senga aytgandim. Aka-uka birga ketishimiz kerak edi. Ikkita bo'lsak, yana ham ko'proq kuchimiz bo'lardi. Kattaroq ishlar qilishimiz mumkin edi. Sen aytgan o'sha hamma narsalarni amalga oshirish osonroq bo'lardi. Keling, mana yonimda ketdi. Ayol boshi bilan. Men bilan tengma-teng ishladi shu. Oilamiz uchun. Aka, oyimga kim qaraydi? Uyda bitta erkak bo'lish kerak-ku. Bir kami qoladi mahalladagilar. Bolalari ketib qoldi, uydagilarini tashlab deb. Ota-onamizga kelingni o'zi qarardi. Shu yerda ham xotiningizni, bolalaringizni o'ylaysiz aka. Meni ham kimdir o'ylaydimi? 3 yildan beri so'qqa boshman. Uylanaydigan pulim ham yo'q. Hech kim qizini ham bermaydi. Sulton, uncha noliysan. Gavdangni qara. Sendaqa shunaqa zabardast odamga shu gaplar yarashadimi, uka? Undan ko'ra bor bo'lmasa, borib ishlab kel. O'zingga kerakli hamma narsani to'plab kelasan. Aka, meni onam qo'yib yubormaydi. O'zim ham borgim kelmaydi. Boshqa yurtda yasha olmayman. Bo'pti, peshanada borni ko'ramiz.
o'tiravering telefon titkilab. O'zi jigardan nima ham kutardik. Oyi, sizni juda ham sog'indik. Mana sizlarni juda ham sog'indim, bolajonim. Oyi, kechki xonim qilaylik. Sizni xoningizni rosa sog'indim. Bo'ldi, albatta qilamiz. O'z dadang ham aytuvdilar. Ana bu joning ham keldilar. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Sovchilikka bormay har narsa bo'layman. Xudoyim, xudoyim, Oyijon, yaxshi borib keldingizmi? Yaxshiga o'xshaydimi kayfiyatimdan? Ha? Hech men bir o'g'lini, haligi boyvuchcha o'g'illi onasi bo'la olmadim-da. Bu yoqda bunisi majruh bo'lib kelgan. Unisini yuragi kasal. Pul topishdan hech kimning daragi yo'q. Voy tavba qildim-ey. Voy mensimasa. Voy qizini maqtagani maqtagan. Ha, bermas ekansan, nimaga maqtaysan? Voy oyijon, nega unaqa deysiz? Nima, rozi bo'lishmadimi? Rozi bo'lmaydi-da. Nimaga rozi bo'lsin? Kambag'al uyga qiz beradimi? Mayli oyijon, siqilmang. Sultonjonga ham atalgan qiz bordir. Men o'zim qarindoshlarimdan surishtirib ko'raman. Voy siz surishtirbang. Qiz qidirmaysiz. Kerak bo'lsa o'zim topib olaman. Sizchi yaxshisi chet elga borib ishlab keling. Eringizga o'zim qarab turaman. Davolataman. Voy oyijon, axir endi keldim-ku. Men eshiting jon bolam. Sizga onaman-a? Onani gapini ikki qilasizmi? Qaynotangiz ahvoli u bo'lsa, anu bolam bo'lsa majruh bo'lsa, anu bolam yuragi parug bo'lsa, hech qaysidan yolchimadim. Bittagina siz. Jon bolam, borib keling. Yo'q, bu oyim xushxatga ketmaydilar. Aralashma. Kattalarning gapiga quloq solishga nima haqqing bor seni? Ha? Aralashga nima bor? O'tirmaysanmi jim? Buvi, oyim ketsalar kim dadamga qaraydi? O'zi endi keldilar-ku. Men qarayman. Bildingmi? Xotinidan yaxshi qarayman men. Bildingmi? O'sha yerga borib onang ishlab kelsa, pul jo'natsa, dadangni davolatamiz, doktorga ko'rsatamiz. Pul yo'q-ku bo'lmasam, pul yo'q, yo'q. O'rgatilgan bo'layapti, bildingizmi? O'rgatilgan. Unaqa emas oyijon. Biroz muddat bo'lsa ham o'g'lingiz oldida bo'lib turing. Ular juda ham ruhan cho'kkanlar. Ularga alohida parvarish kerak. Namicha eringizni pesh qilasiz? Yotib suv tomizayotganimiz yo'q-ku. Yotib qolgan yo'q-ku. Bahonangizni qarang. Bahona. Bormayman deya olmasdan shu bahona qilasiz-a? Undan ko'ra tez-tez harakatingizni qiling. Bugun chamadoningizni yig'ing. Keting. Oyijon, Sultonjon borsalar bo'lmaydimi? Siz joydami? Bo'lmaydi. Aytyapman-ku, yuragi parok deb. Yo o'shalarda o'ligi kelishini xohlaysizmi? Yo'q, unaqa demang oyijon. Xudo asrasin. Bunda yengilroq ishlar ham bor-ku. Boshqa ishda ham ishlay olmaydi. Yo'g'alan havosi yoqmaydi unga. Bildingizmi? Mana sizga yoqibdi, ikkingiz qip-qizil bo'lib keldingiz. Siz pul jo'natganingizdan keyin men ham bolamni davolataman. Bunda qoldirmayman. Yo'q, doktorlar ham qimmat so'rayapti, ko'rdingiz-ku. O'zingizga ma'lum. O'shaning uchun harakatingizni qiling bolam. Chamadoningizni yig'ing. Joyingiz yo'qolmasdan borib oling, jon bolam. Agar meni hurmat qilsangiz, shu uyim joyim deydigan bo'lsangiz, jon bolam, boring. Ayoki Rahima qudamdan so'raymi? Ha? Voy. Oyimda shuncha pul qayerdan bo'ladi? Voy. Ana, ko'ryapsizmi? Katta pul bu, katta pul. Faqat borib ishlab kelish kerak, xolos, jon bolam. Hech kimda topilmaydi bu yerda. Xo'p, oyijon. Bo'pti. Bugun tayyorgarligingizni ko'ring, xo'pmi? Chamadonni yig'ing. Ertaga ketasiz. Ha, anu xo'jayin deydimi, martor deydimi, motor deydimi yo'lida? O'shanga qo'ng'iroq qilib qo'ying. Lekin men o'zim qaytib kelyapman, o'rnimga odam olmang deb. Baraka toping, iloyim. Ha, qiling. Telefoningiz sizdanmi nomer? Ha, oyijon, hozir. Ha. Saqlab qo'yganmisiz? Hozir qilaman. Qiling. Baraka toping.
joningiz sog' bo'lsin. Dada, Ha, bolam. buvimga ayting, oyimni yana ishlagan jo'natmasinlar. Tushunmadim. Bu gap qayerdan chiqdi? Buvim bilan oyim oshxonada shu haqida gaplashayotgandi. Buvim oyimga ishlab keling, siz ishlagan puliga biz operatsiya qilamiz dedilar. Oying hech qayerga ketmaydilar. O'zim gaplashaman deyapman-ku. Opam qizim. Xavotir bo'lmanglar. Ha, oyi. Nima bo'ldi? Ko'ndimi? Ko'may qaqa borardi. Lekin yana bitta janjal bo'lishi bor. Akang bilan dadang bir janjal qilib olishadi. Shundan o'tib olsak bo'ldi. Menga qarang, oyi. Keyin bilan men ham ketsam-chi? Bab bu yerda hech ishim bo'lmayapti. Yo'da nima bor senga? Meni yonimda tur. Uylanganingdan keyin yog'ini ko'ramiz sekin. Akam yana menga mingta gap qiladi, oyi. Kel aka. Qarash bor? Yo'q, o'z. Sekin, sekin. Tortma. Qo'y. O'tir. Meni fikrimsiz yana nima ish qilmoqchisiz? Pishtirsin? Shoirani nima chet elga jo'natmoqchimisiz? Darrov borib shikoyat qildimi? Borsa nima qilibdi? Yarim yilgina. Ushtorsin pul jo'natsin. Men uchun emas, menga kerak emas. Sen uchun. Seni davolatish uchun. Yosh ahvolda shunaqa qilib yuraverasanmi nogiron bo'lib? Davolatish kerak. Oyi. Men uchun bo'ladigan bo'lsa kerak emas. Ey bolam, sen chuqurroq o'ylab ko'r. Hali yoshsan. Operatsiya qilib seni oyoqqa turg'izish kerak. Men bilan otangga hech narsa kerak emas. Bir-birda non bilan qornimiz to'yadi. Men seni o'ylayapman. Bolalaring hali yosh, o'qitishing kerak. Tuzroq joyda o'qitib, tuzroq joyga ishlarga joylashing kerak. Unga nima kerak? Pul kerak, pul. Senga jonim achigandan gapiryapman. Yarim yilmi uzoq bilan pul jo'natib tursin. Seni oyoqqa qo'yamiz. Qolgani o'z-o'zi yurishib ketadi. Hech narsa qilmaydi. Xotinsiz qolganingizga kuyyapsizmi yo? Gap unda emas. Aka, ko'rmayapsizmi? Oyim sizdan ishlar achishib ketyapti. Shunaqa ham yalintirasizmi? Biz uchun emas, siz uchun ishlashga rozi bo'lmaydimi keyin? Oyi bo'ldi, qo'ying. Bormasa bormasa. Sizga kerakmi shu? Hamma ish hal bo'lgan, boradi. Jonimga tepgan. Do'q-do'q bu yoqqa o'tadi. Do'q-do'q bu yoqqa o'tadi. Hep do'qiladi. Ko'z yosh qilma. Oyi, ko'p qolib ketmang, iltimos, sizni sog'inaman. Men qara, xavotir olma. Keladi. Agar kelmay qolsa, dadang bilan chaqirtirib olamiz. Bo'ldimi? Siz qo'yingizni xotirjam qiling. Bulardan xavotir olmang. Ana, Adajon bilan Sulton yaxshi vrachlarni topadi, davolatamiz. Siz tez-tez pul jo'natsangiz bo'ldi. Xo'p bo'ladi, oyijon. Bo'pti, onasi. Sen ham ehtiyot bo'l, o'zingga qaragin. Dadasi, o'zingiz ehtiyot qiling. Borganingdan keyin darrov aloqaga chiq. Xo'pmi? Agar juda ish topila qolmasa, qaytib kelaver, tushundingmi? Nafasingni yaxshi qilgin. Endi aytaman-da, oyi, aytaman-da. Borib ishiga joylashadi. Vaqt ish haligi pul beradigan ishga joylashing, xo'pmi? Undan keyin tez-tez jo'natsangiz biz davolatamiz. Qani mayli. Yo'lingiz yorug' bo'lsin. Ilohim umidingizga xotirjamlik bo'lsin. Bolalaringizni baxtiga eson-omon borib keling. Ko'p pul toping. Amin. Alloh akbar.
Ay, yaxshi o'tiribsizmi? Kel. Voy, keldim. Voy, xudoga shukr, xudoga shukr. Ha, kichkinangizni to'yini bir oyda boshlab o'tkazib yuborishimiz kerak. Qudalar bilan gaplashib keldim. Tezlashtirib o'tkazaylik dedim. Kelin yuborgan pullarga to'y qilmoqchisan, a? Shunaqami? O'g'lingni davolatish uchun harakat qilyapti-yu. Ha, biz ham harakat qilyapmiz. Surishtiryapmiz. Sulton surishtiryapti. Vrachlarni surishtiryapti. Ular ham kichkina pul so'rayotgani yo'q. Bildingizmi? Katta pul so'rayapti. Undan keyin shu Sulton ham sizni o'g'lingizmi? Ha? Ha, uni biz o'ylamasak kim o'ylaydi? Yuribdi so'qqa bosh bo'lib. Bildingizmi? Ha, uni uylantirish kerak, bolali chaqali qilish kerak. Hamicha o'sha kelini pulini gapiraverasiz pesh qilib. Ey, javlonni davolatish-chi? Ha? Av bechora bu ahvolda o'zi biron bir vrach axtara olmasa, o'zi yurib bora olmasa, harakat qila olmasa, o'tiraveradimi shu ahvolda uyda? Men qarang, harakat qilyapmiz deyapman-ku. Doktorlar surishtiryapmiz, lekin katta pul so'rayapti. Undan keyin hech qaysi haligi kafolat berayotgani yo'q. To'g'ri yurib ketadi dedim. Shunga ikkilanib turibmiz. Ha, bu o'g'lingizni ham o'ylash kerak. Sultonni deyman. Hech bo'lmasa ikkinchi xotinidan ko'kragimizga shamol tegsin. Mana o'zini do'konlari bor ekan, salonlari bor ekan. Acha bo'lmasa Sultonga do'konni topshirib qo'ysa, 1-2 bo'lib ketarmidi deyman-de. Sen faqat o'sha olib kelaman degan, tushiraman degan keliningni mol mulkiga qiziqayapsan, shunaqami? O'zi sizga tegib hech badavlat bo'lib yasha olmadim. Topganingizga hech narsadan ortmadi. Ro'zg'orga kiradi, qarz bo'lamiz. Ro'zg'orga kiradi, qarz bo'lamiz. Qudalarimiz ham bizdan battar. Hech bo'lmasa endi kichkina o'g'limni ikkinchi xotinidan rohatlanib yashay. Ey, sen noshukur xotinsan. Baribir o'z bilganingdan qaytmaysan. Senga gapirgandan foyda bormi? Va bilganingni qil, Allohu akbar. Dek. Xo'p, tubukka kirgandan keyin bilganingni qil deydi hammasi. Bilganimni qilaman. Alaykum assalom, onasi. Biz yaxshimiz. O'zing yaxshimisan? Charchab qolmayapsanmi? Bollar yaxshimi? Bolalar ham yaxshi yurishibdi. O'zingdan gapir. Kelingiz. Ovozing nimaga xirillagan? Shamollab qoldingmi? 2 kundan beri simalayapman. Holim yo'q dadasi. Yaxshi xonadonishim bor. Dorilar olib kelib berdi. Men qara. O'zingga qara. Kasallikni oyoqda o'tkazma, keyin kuchayib ketadi. Ha? Nima qildi? Shamollab qoldingizmi? Assalomu alaykum onajon. Rost shamollab qoldi. Va alaykum assalom. Dadam yaxshimi? Hammasi yaxshi. Ishga chiqmasangiz, ishingizni birov egallab qo'ymaydimi? Yotdan sherigimda gaplashdim. O'tga chiqib turibdi. Rost yaxshi bo'ling, o'zim chiqaman ishga. Ha, yaxshi. Javlon ham yaxshi. Uni davolatishga doktor qidiryapmiz. Uni ustiga to'y ham tezlashib ketuvdi, to'y bilan oboramiz. To'y tugashi bilan yana qaratamiz. Yo, doktorlar ham otni kallasini so'rayapti-da. 10 mingdan oshiq ketar ekan dollarda. O'shuna qilib jo'nating. Ha, undan keyin Sulton to'yiga kelaman deb ovora bo'lmang. Ha, birinchi to'yda bo'ldingiz-ku, bo'ladi. 1 soatlik to'y o'tadi, ketadi. Bu ikkinchi uylanish bo'lsa. Ha, bo'pti, mayli. Xo'p. Ma, kelmasin etkin tayinla. Bo'pti. Yana gaplasharmiz. Qaragin o'zingga. Ehtiyot bo'l. Bo'pti. Xayr. Bo'pti. Xayr. Ha?
Nima mo'ltilib o'tiribsanlar? Buvi, o'rtog'im Azizda ingliz tili kursiga boryapti. Men ham kimyo biologiyaga borgim kelyapti. Axir shifokor bo'laman. Borur. Men ham futbolga bormoqchi edim. 3ta sinfdoshim boryapti. Kim qo'lingdan ushlab turibdi? Bor. Meni kursim 500 ming, Jasurniki esa 300 ming. Pul berasizmi, buvi? Menda pul yo'q. Undan keyin ne pul berishim kerak? Ha? Maktabingga to'ladim. To'lovlariga. Va bu kiyim-kechaklar hammasini men olib berganman mablag', bildingmi? Voy, buvi, axir siz Nima buvi? Nima buvi? Buying ikkita seni. Bor nariga buyingdan so'ra. Men nima pul zavodimanmi? oyim sizga pul yuboradilar-ku, o'sha puldan bering. Senga bu gaplarni kim o'rgatdi? Ha? Kim o'rgatdi? Pul olayotgan bo'lsam hammasi teng, joy-joyi bor. Bildingmi? Senlarni hali o'qishingga, hali futbolingga to'laydigan pulim yo'q. Buvi, har doim bizdan pul olasiz. Oyimning pullari yo'q. Oying sizlar uchun jo'natgan yo'q. Oying dadang uchun jo'natdi. Bildingmi? Uni davolatishimiz kerak. Bildingmi? Men nonko'rlar. O'sha bergan pullarini teng-tengicha yig'ib qo'yapti. Sen kelasan futbolga, unisi keladi ingliz tiliga deb. Qanaqasanlar o'zi? Ekonomi bilasanlarmi? Men yoqmayotgan bo'lsam, o'sha Rahima buvinikiga borib yasha. Bildingmi? Hali ham Rahima buvamnikiga ketamiz. Ket. Ular bizni yaxshi ko'radilar. Ha, yaxshi. Shu, shumshular. Hey, pismo'lar. Pismo qudammishi bu. Bularni gap o'rgatib bularga, ha? Men sen hozir ta'ziring bering. Ha, o'tiribsizmi? O'tiribman. Havo yaxshi. Yaxshi qovushanch bu yoqqa chiqib o'tirib oldim-da. Bismillahirrohmanirrohim. Darvoqe. Ha. Nabiralaring ovqatlandimi? Ovqatlangandir, men qayerdan bilaman? Ovqatlanadimi, ovqatlanmay meni ishim yo'q endi. Mana bor narsani topib yeyversin. Nabiralardan xafa bo'ldim. Ey, bu ham o'zini nabiralaridan xafa bo'ladi. Ha? Bola bo'lgan bilanchi shunaqa gapiradi, achitib. Yo, kesatib gapirishini eshitdingizmi? Men eshitdim. Buni kimdir o'rgatyapti. Ertagani buvisinikiga ketadi. 1-2 oy boqsinchi, ko'raman ahvolini. Ha, mayli, buvisi-yu borib kelsin buvisinikiga. Darvoqe, boya mahallaga chiqqandim. Ana Fotihni bir travmatolog tanishi bor ekan. O'g'linglarni shunga olib borib ko'rsatib kelaylik deyapti. Ha, ko'rsatamiz. Hozir yugur, to'y harakati bilan yuribmiz. Siz bilan o'tirdim deguncha, "Voy, jonlarni qarab, deyurasiz odam asabiga deb. To'y o'tsin qaraymiz." Ah, kuyov balam. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Kelinim yaxshimi? Va alaykum assalom. Yaxshi, yaxshi. Nima gap? Zaksdan o'tdik. Qonuniy nikoh bo'ldi. Endi ertaga borib nikoh o'qittirsak bo'ldi. Yaxshi. Oyi, Ha. keliniz mahrga 2ta komplekt tilla so'rayapti. Ertaga tillani olib, keyin nikoh o'qittirgani borar ekan. Yaxshi. 2 komplekt tilla. Qiziq emasmi? Xotin. Nimasi qiziq? Odamlar 3 xonali, 4 xonali uy so'rayapti mahriga. Yaxshi, ertaga o'zim ham birga borib tanlab beraman. Qo'shib bitta samolyot ham olib beringlar bo'lmasa. Endi ochdingizda. Ye. Mana oyi, mashtalardan aka. Voy, dedi zo'r deb boyvachcha keldim, dedi zo'r. Voy, dedinga sani, dedinga. Ertaga bu qimmat. Sen o'shanga o'xshagani bor, olib beraman. Mayli bo'lmasa, machkaga kiring. Xo'p. O'xshagan ovqat bor, yeb ol. Xo'p. Ha, ish qilib oxirida xayr bo'lsin. Qanaqa shu? Ey xudo. Yolg'on bo'lsin. Nima bo'ldi? Voy bolam. Shom bo'lib ketibdi-yu. Bekor uxlab qolibman bolam. Zangiz yo'q deb sizni yo'qotmadim. Yomon tush ko'rdim bolam. Ilohim yolg'on bo'lsin. Oyimni ko'rdingizmi? Ha. Onangni ko'ribman. Qop-qorong'i xonada bir o'zi o'tiribdi. Chaqirsam eshitmaydi.
u ham meni chaqiryapti. Ovoz kelmaydi bolam. Ishqilib tinch bo'lsin bolam. Ey Xudo, bolaginam o'zing panohingda asra. Tezroq telefon qil, ovozingni eshitay, telefonim qani. Boya dadam bilan gaplashgandim, xabar yo'q dedilar. Bolam. Javob ber bolam. Qayerlarda yuribsan? Ovozingni eshitay. Telefoni o'chiq. Ey Xudo, nima qilsam ekan? Bolaginam panohingda asra. Bolalarni rahmini yegin Xudoyim. Ya, Xudoyim, meshal tog' chiqib yotadi. Qara. Ha, oyi. Yana nima yoqmayapti sizga? Meni ertalabdan janjal. Mana ahvoli qara. Ha? Kelli bor uyga o'xshaydimi shu? Ertalab deysan? Ertalab emas. Peshin bo'lib ketdi. Xotining qani? Narsalarni yig'yapti, oyi. Yangi kvartiraga o'sha yoqqa ketamiz. Bu gap qayoqdan chiqdi? Hop, jahlim chiqibdi, baqiribman. Shunga dara chamadon yig'adimi? Murosa qilmaydimi? Oyi, keliniz ko'cha supuradigan, kir yuvadigan qiz emas-da, biznes ledi bo'lsa. Voy. Nima qilay, oyi? Borib ketaman dedi. Bu yerda qolmas ekan. Men ham ishsizman, yana pulsiz qolib ketamanmi? Ha? Onani xor qilib tashab, o'shaning bilan baxtli bo'lmoqchimisan? Ha? Oyi, voz kechganim yo'q-ku. Qo'ying endi bo'ldi, kelib turaman, oyi. Har 2 kunda bir kelaman oldingiz. Kelma. Qoray o'zsiz sen. Meni yolatib, shu bonusi bilan baxtli yashaydimi? Ha? Ko'raman hali. Qay ahvolga solarkan Bonuing. Bonumish. Nima gap, Murod uka? Keliningdan xabar bormi? Ha, bor. Xullas kelinimning hujjatlarini muddati tugaganmi, soxtami bilmadim. Ular ishlab turgan restoranni birini bosib, xodimlar tekshiruvga olib ketishgan. Keyin hujjatni soxtaligi aniq bo'lgan. Bularning sheriklari bilan 5 kunga qamab qo'yishgan. U yerda kaltaklashgan. Kelinimni mazalar qochgan. Keyin kasalxonaga jo'natilgan. Hozir ahvoli yaxshimi? Ha, xavotir olmang. Ahvoli hozir ancha yaxshi. Nomardlar, itlar. Bitta ojizaga shunaqa kuch ishlatadimi? Hayvonlar. Aka siqilmang. Bu yog'iga kinoyimdan o'zim xabar olib turaman. Sizni ham menga ko'p yordam teggan. Hali kasalxonaga borganimda sizlarni gaplashtiraman. Shunday qilgin. Senga ham rahmat. Boringga shukr. Kasalxonadan chiqsa, keyin umuman u yoqda ishlamaydi boshqa. Bu yoqqa o'zing kuzatib qo'yarsan, Murod uka? Ha, albatta, xotirjam bo'ling. Hali kechqurun yana gaplashamiz. Xo'p. Sog' salomat bo'l. Kutaman. Xo'p, qo'ng'iroq qilarsan. Munir opa? Kim? Da. Ha, kim? Kelavering. Eshik ochiq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Xudo, yaxshimisiz? Tinchlikmi? Tinchlik emas. O'zingiz juda yaxshi bilasiz-ku. Tinchlik emasligini. Qizim qayerda ekan, joni sog'mi ekan ishqilib? Voy, nafasingiz shamol uchirsin, ha? Joni sog'mi deganingiz emas, soppa-so. Ertaga ruxsat beradi kasalxonadan. Ertaga olib chiqamiz. Xudoga shukr, bolaginam, yaxshimi ekan? Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha. Qani, uyga kiringlar. Yo'q. Bolamga xavotir olib kelgandim. Ha. Oyi, hammasi o'tib ketdi, ortda qoldi. Xullas,
Bu yoqqa borgan paytida bittasi pulini olib, soxta hujjat qilib bergan bo'lgan. Ana, soxta qilmagin, hamma yo'ni to'g'ri qilgin deganman. Yo'q, Men ha. aytganim qilsa, Ayb shoirada bo'lmagan. Ular aldashganda, keyin bularni ishlaydigan joyida jinoyat sodir bo'lgan ekan. Keyin yoppasiga tekshiruv kelgan. Hammalarini tekshirgan paytlarida buni hujjatida soxtalik chiqqan. Keyin buni darrov olib borib qamab qo'yishib. ana. Voy bolam. Ayb o'zida. Lekin hozir unaqa emas, hozir kasalxonaga yotqizilgan. Yaxshi bo'lib qoladi. Bolam bechorani oxirgi pulini tiyin-tiyinigacha so'rab olgan bo'lsangiz, qayerdan ham bolam pul ishlatib davolansin? Hammasini jo'natgin degan emasman men, bildingizmi? O'ziga yarimta olib qolmaydimi? Ha, milisiya bermaydimi o'shanda qutqarish uchun? O'zida ayb pishiqqina bo'lmagan. To'g'ri ish qilish kerak hamma yoqda. Qonuniy to'g'ri ish qilish kerak. Bo'lmasa shunaqa qilib yuraveradi. Boshidan sizga necha marta yalindim. Bir o'zini jo'natmang dedim. Gapimga quloq solmadingiz, Xudo. Sultonimni boyvachcha qiziga uylantiryapman dedingiz. Qizim jo'natgan pullarga sulton esa uylantirdingiz. Navaram bechora futbolga, o'qishimga deb pul so'rasa balolarga qoldi. Bir tiyin ham bermadingiz. Navaralarim uyimga haydab yubordingiz. Bilib qo'ying, agar shoiraginamga biror gap bo'lsa, kela qo'lim ham yoqangizda bo'ladi. Men qarang, o'zingizni bosib oling. Dag'dag'a qilasiz menga? Ha, nima bo'lganda ham qizingizni qaynonasiman. Shuni hurmati yo'qmi? Xudo, hozir shoiraginamni o'rnida o'zingizni qizingiz bo'lganda bundan battarini qilgan bo'lardingiz, to'g'rimi? Ha, bo'pti endi, bo'ldi. Ko'p yomon niyat qilavermang. Hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. Yuringlar ichkariga. Oyi, o'zi menda ham ayb bor. Boshidan oyog'imni tirab jo'natmayman deb turib olishim kerak edi. Bir qat'iyatliroq bo'lishim kerak edi o'zi. Lekin og'ir kunlar ortda qoldi, oyi. Men u yoqda tanishlarim bor, tayinlab aytganman, shu kunlarda qaytarib O'zbekistonga jo'natishadi. Yuring. Xavotir bo'lmang. Keling, kirib qoling axir uyga. Nimaga ovoz qilib shu yerdan baqirasiz, Xudo. Nima qilay, axir bolam-ku, xavotir oldim. Mana qizingizni onasiman, qaynonasiman, hurmat degan narsa bormi o'zi? Hamma ish qilgansiz bo'lasiz o'zi. Ilohi amin. Ilohim yoshlar qo'sha qarsin, baxtli bo'lsin. Bu yog'iga xonadoningizga tinchlik, omonlik, xotirjamlik, qutuq barakalarni yog'dirib beraversin. Allohu akbar. Kelin, uyga sog' salomat qaytganingiz rost bo'lsin, ilohim. Ilohim. Bolam, yo'lida ancha qiynalib qolibsiz. Xudo o'zi bir asrabdi. Ha, oyijon. Sherigim bilan ancha qiynalib qoldik. Xudoga shukr, uyga eson-omon qaytdim. Musofirlikning noni qattiq bo'lar ekan. Mazam qochganida o'lib qolsam kerak deb o'yladim. Dadasi, siz operatsiyangizga yetarlicha pul yubora olmadim. Ne niyatlar bilan ketgandim. Qo'ysang shunaqa gaplarni. O'zing sog' salomat qaytganing ham katta gap. Shunisiga ham xursandmiz. Hech ham xijolat bo'lma, hammasi yaxshi bo'ladi. Bolam, o'zing it azobda qiynalib, qamalib, yuragingni mazasi bo'lmasdan zo'rg'a qaytib kelding-ku. Yana kuyovimni oldida xijolat bo'lishingni qara. Agarda sen o'sha yerdan turib bir so'm pul jo'natmaganingda ham biror kishini pul jo'natishga haqqi yo'q edi. Kelin, hamma ayb menda.
Men sizni majbur qilib jo'natdim. Meni kechirasizlar. Xudo xolasa nabiramni doktorlikka o'qitaman. O'g'limizni esa futbolga beramiz. Xohlaganiga borsin. Men qilgan ishimdan pushaymonman. Xudo o'tgan ishga salovat. Kechirimli bo'laylik. Oyijon, unaqa demang. Sizdan xafa emasman. Jonim bolam. Tani sog' bo'lsa iloyim. Ko'rgan kechirgani shu bo'lsin. Xo'sh. Mana hamma yoq yaxshi, ha? Allohga shukr. Bugun bo'lmasa men o'zim bir sizlarga chiroyli qilib qo'y go'shtidan qo'l bola osh damlab beraman. Nima deysizlar? Ha? Bir maza qilib osh yeylik. Men bo'lmasam ularga qarashay. Sizlar gaplashib o'tiringlar, ha? Ona bolalar. Dadajon, o'zim yordam beraman. Yo, Voy, siz o'tirib o'tiring. turinglar, Siz o'tirib o'tiring. Hozir jizzasini olib kiraman. Piyozlar to'g'ram.